Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana sizlar bilan yana Diydor G'animatda ko'rishib turibmiz. Hozir Katlaman qismiga M350 markada beton yetkazib bermoqdamiz. Hozir sizlar bilan qisqacha obzor ko'rib o'tamiz. Undan oldin bitta ma'lumot berib o'taman. Bunaqa issiq havoda kech paytida beton olsa ancha foyda bo'ladi. Chunki salqinda beton olayotganda ham qotib qolishi sekinroq bo'ladi, ham ishchilar qiynalmasdan, obda-urmasdan ishlaydi. Shunaqa sabablarni ham bilib o'tganinglar yaxshi. Ketdi betonni qanaqa olinayotganini ko'rib o'tamiz. Hozir operatorimiz oldiga keldik. Ulardan bitta so'raymiz, betonni necha soatda olib bo'lishini. Katlaman qismiga betonni biz hozir taxminiy necha soatda olib bo'lamiz? Necha kuba zakaz qilingan? Xudo xolasa 700 kuba zakaz qilingan. 5 soatlarda yopamiz. Mana o'zingizlar ham ko'rdinglar, ish qisqin ketyapti. Hozir Katlaman qismiga 5 soat deyildi, 4 soatda harakat qilib berishimiz kerak. Chunki biz egalariga va'da qilganmiz, o'z vaqtida topshirishda. Har doim Dural beton o'z vaqtida beton topshirgan. Sizlarga ham shunaqa sifatli premium beton kerak bo'lsa, albatta bizga Dural betonga murojaat qilasizlar. Xayr, salomat bo'ling.